Assalomu alaykum azizlar. Bugun noodatiy taom tayyorlash jarayonida birgalikda kuzatamiz. Men ko'p ovqat tayyorlash bilmayman. Tuxum qaynatish, tuxum qovurish, guruch, mosh, go'sht qo'shib suyuq ovqat tayyorlashni bilaman. Go'sht qovurishni bilaman, lekin bugungi tayyorlaydigan ovqatimiz juda ham noodatiy. Bu ya'ni tovusli taom deyiladi. O'shaning uchun ovqatimizni bugun tayyorlash jarayonini boshlaymiz. Buning uchun dastlab bizga o'tkir pichoq zarur bo'ladi. Pichog'imiz o'tkir bo'lishi uchun uni charxlab olamiz. Jackni olasiga o'xshaydi, ovozi deydi. Bu taomni tayyorlash uchun bizga mana bunaqa baqlajonlar kerak bo'ladi. 4 dona baqlajon kecha bozordan sotib keldik va farsh kecha olib kelib, uni piyoz qo'shib, chesnak qo'shib, turli o'sha pripravkalar qo'shib tayyorlab qo'yganman. Xaladimga turib olamiz. Mana shu farshimiz 1 kilo farsh. Farshimiz mana shunday shaklda tayyorlangan. Bunga 4 dona piyoz, 2 dona chesnak va ta'bga ko'ra o'sha turli pripravkalar qo'shilib marinovka qilingan. Baqlajonlarimizni yaxshilab yuvoramiz. Mana baqlajonlarimizni yuvib oldik. Endi buni o'sha parrak shaklda o'rtasidan pichoq bilan bo'lamiz. Bu parraklar 5 ta parrakka ajratiladi yoki 4 ta parrakka 5 sm qalinlikda kesiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Baqlajonlarimiz tayyor. 5 ta bo'lak bo'ldi. Endi buni oralariga ta'bga ko'ra tuz sepamiz. Şurada boyun iki yaprak olacak. Sıkıp. Bakalım. İdoyuz. Buradan bu kırmızı. Bu hofyanı farklı sıcak. Anlayın. Hava suyu kullanırız. Bir 180 derecede qizdirilgan duxovkaga qo'yiladi. Endi 5 sm qalinlikda kesilgan har bir yaprog'ini, baqlajon yaprog'ini bunday qilib qayirib chiqamiz. Mana sizlar xuddi mana shunday shaklga keltiriladi baqlajonlar va mana shu oraliqlarga hozir biz farsh solib chiqamiz. Mana sizlar taomimiz duxovkaga kirishga tayyor. Taomga yanada shira bag'ishlash uchun atrofiga pomidor to'g'rab chiqdik va bulg'or qalampiri ham qo'yib chiqdik. Hidini qarang, hidini. Vasiya hidini. Vasiydi. Oh. Qani. Voy. Uzr. Oling. Issagan. Ketdik. Ochaga keldi, ochaga. Vasiya, qayerdasan? Yerni ko'r. Ochaga olib so'ygan. Qo'rqib ketdi. Oling, qani nima deyapti bu? Ha? Nima deyapti? Oshpazga ko'rsatib qo'yasiz keyin. Rahmat ta'rif uchun e'tirof qilaman. Azizlar, mana shu taomimiz. Keyingi zavr bundan ajoyib noyob taomlar pishirishga harakat qilamiz. Sizlar bilan oshpaz Davronbek bo'ldi. Xayr.